Qani bir televizor ko'raylik, nima bo'lyapti ekan? Choy bilan qaynonasini zaharlagan gunohkor kelin. Ayja, choy. Bor yo'qoling. Nima, choy bilan zaharlamoqchimidingiz, ha? Oyjon, hamma kelin bir xil emas-ku, kino bo'lsa. Kinoyim hayotda olinadi. Bar sari qiri, yo'qal. Boshqa kanalga qo'yaychi. Qaynona va kelinni siq-sovuq qilgan haromxo'r qo'shni. Voy, iflos qo'shni-ey. Kelin, to'xtang. Endi kelin, menda ham ayb yo'q. Hammam ana qo'shni nimadir qilgan ekanda. Endi oyimni xafa bo'lmas, kinolar ko'rmasdan bo'lib qolganlar. Mayli, biza ketdik. Bo'pti, boringlar, quyonchalar. Yangiz boshlabdi-yu, qani? Onasidan xotinini ustun ko'rgan noma'qul o'g'il. Ha, xotin quli. Bexaka. Sevishmay o'laring. Sen ishingni yo'qot. Siz oshxonani tilingiz bilan yalab chiqasiz, boshingizda turaman. Bolangiz. Ha, oshxonani tozalab bo'lib qoldim. Ho, mana zo'r bo'lyapti ekanda. Onasiga telefonda qaynonasini yomonlagan iflos kelin. Keling, kim bilan gaplashyapsiz? Oyim bilan. Oyim bilan? Voy, oyingiz bilan meni yomonlayapsiz. Men beting qursin seni. Ana endi ham haydayman. Qaytib kelma. Kinolar o'zi hayotdan olinadi degani shu. Ol, yig'ishtirib ol xotiringni. Tur, xotiniga ko'cha supurtir. Bolam jinnimi? Sen shu sovuq dedim, men keldim ko'chaga olib chiqding. Men shular o'zingiz xotining ovqat sho'r chiqibdi edi. Nima ovqat sho'r qildingiz, Zebo? Lattalanmasdan normal edi. Nima ovqat sho'r qilding? Voy, nima baqirasan kelinimga? Normal qilgani yo'qmasa bor o'zingga boshqa pishirib ye. So'p chiqqan kelin. Et, onasinikiga bormasin. Zebo, bugun oyiniga bormay qo'yaver, boshqa kun boramiz, xo'p? Voy, oyjon. Voy, o'chir ovozingni, nima bormas ekan? Boravering, o'zim sizga ruxsat beraman. Fe, zerikdim. Xotiningni haydab bor. Oyi, u ham birov qizi. To'g'ri. Haydab bora olmaysanmi? Yo'q. Mayli. Umidga nima meni haydab o'rmoqchi bo'ldingiz? Siqilmang, qizim, men olib qolaman sizni. Gapiraveradi. Bu. Let's get it on that fun up. Qizimizni berishga beramiz-ku, lekin qizimiz yoshligidan Angliyada katta bo'lgan. Milliy urf-odatlarimizni bilmaydi. Muammo emas, o'zimiz o'rgatib olamiz. Kelinni chaqiringlar, bir ko'raylik. Mana menda kelin. Bo'laveradi. Anaqasi yaxshi kiyadinglar, charchamayapsiz, sog'lig'i joydami? Qani bir kelin salom qilsin-chi. Salom, ismim Zebo, tanishganimdan mamnunman. Zebo ismim. Assalomu alaykum. Bo'ldi, rahmat, maza qildik. Ketdik, yuringlar, iltimos, beparasat. Kelin. Oldik. O'tirib bir lazerdan oshiqlarmikansiz, nima deb o'ylaysiz? Xo'p, bo'ladi. Oyi, guruch qanaqa bo'lardi? Kelin, eringiz qani? Umidmi, kino ko'ryapti. Bugun siz ishdan qaytasiz, nechida begimot? Nima? Voy, uzr, begim deb yozilgan ekan, o'zbek tilidan noto'g'ri lug'at ketdi. Sani issig'im yangi beryapti, ha? Ha, bu jazirama bizni ayovsiz kaltaklayapti. Bu jazirama bizni kaltaklab uryapti orqamizdan. Bo'pti, men ketdim, yaxshi o'tir. Erni kuzatish uslublari shunchaki qo'l siltang. Yaxshi borib kel, Umid. Xudojon, na bir muomalani biladi, na bir ko'ngil olishni biladi. Ingliz tilidan boshqa hech narsani bilmaysan. Sabr qilish, hozir chiqishadi. Kelin bo'ldingizmi? Bye dear, see you. Challari bo'ptimi? Ha, ingliz tilidan kurs ochdik. Xotiningdan boshqa taraflar foydalanib bo'lmas ekan. Kelinchak, kelinchak. Dadasi, Ha? tovoq qolib ketibdi. Ha, xo'p, olib kelaman. Hozir. Rahmat. Anaqa shampun ham qolmagan ekanda. Shahlo, shular hammasini bitta qilib etsing, olib kelaman bitta tushganimda. Faqat shampunni o'zi, boshqa hech narsa kerak emas. O'lsin. Qarang, tushuning, ertaga marshasizda kiyimingizni yuvishim kerak. Parashyut qolmabdi, olib chiqing. Iltimos, men chiqmayman. O'ldirib yuborsan ham chiqmayman endi. Bo'pti, o'rtog'im, men qilib yuboraman senga. Xo'p, boshlab oling. Kimga signal chaldingiz hozir? Ana o qizga cholyapman-da, ko'zingga olamay ulgir o't, biz yurishimiz kerak. Mr. Worldwide to infinity. You know the roof on fire. We gon' boogie, oogie, oogie.
Nima bo'lyapti aka? Hozir nimaga signal chaldingiz endi? Qurtim borda xotin qimillab turadi, chomasam bo'lmaydi. I tell 'em, baby, 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 baby. I tell 'em, baby, 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 baby. Aka yana bir marta signal chalsangiz, O'sha qurtingizni o'zim olib tashlayman. Yo, bunday rolga qarang, odam varayot ketamiz. Elini ver, elini tutarım, tasalarım. toza qilyapman. Xotin, men signal chomasam o'zimni kechira olmayman, xotin. Mazza. Xotin, qo'lim kuchib ketyapti, chomasam bo'lmaydi, xotin. Chala olmaysiz hamda. I'm a five. Odamlarning erini qarang, chetil-mechetil olib yuribdi xotinini. Undan tashqari Instagramda baxtli hayot ko'rsatyapti, bilasizmi? Ular Instagramda shunaqa shaxsiy hayotda ko'rganmiz, ha? Mana shaxsiy hayot ahvoli, na bir e'tibor qaddan, na bir boshqa qilasiz. Bo'ldi, to'ydirib olding shaqo, charchadim. Har kuni g'urbat. Normal yashasak bo'lmaydimi? Qani yana qaytib Biz ayollar nega erimizni arzimagan narsalar uchun yuragini siqaveramiz? Qani endi hozir yonimda bo'lsa, mana o'ldi ketdi. Dadasi? Kimni dadasi? Siz? Dadasi, erimsiz-ku. Siz bir yil oldin o'lgandingiz-ku. Nima bu patay soch? Issiq kunda palto kiyib olgansiz. Mazangiz bo'lmayaptimi? Singlim, siz kim bilandir adashtiryapsiz. Men Junsangman, koreysman. Nima? O'l, chalatkor, masxaraboz. Men buni o'ldi desam, bir yillab men tomosha ko'rsatib yurgan ekan-da. Qayerda taniding? Men sizni hidingizdan taniyman, tushundingizmi? Bu o'limdan qutulib bo'lmasa kerak o ayol zotidan. Ha, shu yoqimsiz kelinni yuzi bilan fayzli-a? Yoqimsizmi, fayzlimi? Shu iflos xotining bilan tozash qiladi-da. Iflosmi, tozami? O'zi iflos, lekin toza. Oyijon, mashina sizga oldim. Shu gadayvachchan dedi zo'rda. Shu beparasat xotiningni ham qo'li yengildi. Balo bu. Balo emas, baloni o'qi. Yangi so'z o'rgandingizmi? Kecha nimaga kelmadingiz? Kecha mahallada ekson tarqatuvdik. Meni qaynonamda bu. Shu qorami qaynonang ham qo'l bilan ochdi. Ha? Pedro,